Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sexdan video qilyapmiz. Marhamatga pogruzka jarayoni ketyapti. Hozir marhamatga 500 ta shu Isuzuga 10 tonnali Isuzuga yuklayapmiz. Menda zakaz qilishgan edi. Hop 500 tasini olib ketishyapti. Hop. Manzilni tushuntirib o'tsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zarkan-Ko'rikdan kirganda. Zarkan-Ko'rikdan 5-600 metr kirasizlar. Mana bu yoqda endi quyishlar boshlanadi. G'ishladi. Ichi ko'rishinglar mumkin. Hop, bu yoqda mushalkamiz kon sementlar 450 markada. Bu yoqda poklarimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Dona poklar unaqa chachilib ketmagan, boshqa bo'lmagan. Bu yoqda boshlarimizni ko'rishinglar mumkin. Bunaqa перегородкалар ham bor. O'ta tiniq darajada bu joylarini. Beton holatiga kelib ketgan polistirol bloklar. Bu yoqda minta to'plaganmiz. Hozir minta ololmas ekan mashinamiz, shuning uchun ikki res qiynalmasdan 500 ta qilib olib ketishyapti. Bu yoqda ana g'ishlar ko'rishinglar mumkin. Razmerlari 20, 30, 60 bo'ladi. 12, 30, 60imiz ham bor. Juda kam chiqadi, qolib 2 dona xolos. Asosan shu 20, 30 razmerdagi g'ishlar. Narxlari kelgan bo'lsa, narxlari 20 ming so'mdan bo'lyapti. Joyida shu yuklab berib yuboryapmiz, 20 ming so'mdan pul to'lashyapti. Yo'l kirasi o'zlaridan bo'lyapti, o'zlari mashinasi kelishgan. O'sha mana to'lib qoldi mashinamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Zakaz asosida ishlaymiz. Zakazimiz hozircha 15 kunlik. Shu bir hafta 10 kun oldin zakaz qilib qo'ysalar ham xohlasa yetkazib beramiz. Shu to'lib qoldi mashinamiz ham. Ikkinchi reysga ertaga kelishadi. Narxlar o'sha 20 ming so'mdan qo'shilgan narsalarni aytdik. Polistirolni ko'rsatdik. Unaqa drabilka bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, chachilib ketmagan. Mana bu navesda turganlar. Kilolarini aytib o'tsak, kilolari rosa qurilganda 20 kilo qoladi. Ko'rsatib qo'y. Tangillar yotib turishlar. Mana hali kilonkada o'raladi. Bunaqa ochiq havoda quritilgan, shu o'zini pariga to'yintirilib quritiladi. G'ishlar. Xo'p, endi akalar bizda gazablogan bor, endi gazabloyni ko'rsatishni boshlaymiz. Bunachilar mana gazabloy sexga ham o'tdik. Hozir bunga ham naryoqdan bolalar chiqib, buni ham yuklash yuboradi. Xo'p, bu yerda 500 ta bor, bu yerda ham. Hozir bu Yazavon bo'tqachiga ketyapti, Qoratepaga. Ko'rishinglar mumkin, yoshlar. Sifat ideal darajada avtomat reskada, pechlarda ustalik qurib chiqqan yoshlar. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda sushilkamiz bo'ladi. Mana parda chiqishini ko'rasizlar. Parani chiqyapti, ko'rinmayapti. Uncha-munchaga ko'rinmaydi-yu. Mana ko'rishinglar mumkin, polni. Par chiqyapti, ko'rayotgan bo'lsalaring. Xo'p, bu pechimiz ertalab 7 da o'chirilgan. Hozir soat 11 dan 45 minut o'tdi. Videoga olyapman.
Video faqat kechroq qo'yiladi. Videoga olayotgan vaqtim 11:45. Oradan 3-4 soat o'tdi. Hali ham issig'ini yo'qotgan yo'q. Misol 40-45 daraja issiqdan ichkariga qo'lni olib kirsangiz tellab ketyapti. Atak bu pushka yoqilganda 100 gradusga chiqadi. Maksimum bemalol cho'tki bo'lib qurib, proshnislarni ham oshirib beradi bu pechimiz. Bitta narsani hisobga olib qo'yinglar. Biz oddiy quritmaymiz. Misol qolipni yerga o'rnatilib oddiy quritayotganlar ham bor, boshqalar ham bor. Endi hammaga har xil sifat kerak bo'lsa, tanlov o'zlaringda. Bemalol qanaqasi kerak bo'lsa qilib beramiz. Bizda o'sha 2 bosqichli sushilka bor. Birinchisi